Keratin zalda o'rtacha yuklama bilan shug'ullanadigan odamda qanday o'zgarishlar ro'y beradi deb savol yo'llashdi obunachimiz. Bugun shu savolga javob berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Kamina Davron Zoirov kommentariyalarda qoldiriladigan fikrlarga etapma-etap, navbatma-navbat, ya'ni javob yo'llashni boshlaymiz. Qani ketdik. Keratin zalda o'rtacha yuklama bilan shug'ullangan odamda qanday o'zgarishlar ro'y beradi deb yozilibdi. Keratin nima degan savolingizga birinchi o'rinda javob berib o'taman. Bir kunda inson tanasi uchun 300 gramm go'sht kerak. 300 gramm go'shtni endi biz olaylik 10 kun davomida ichsak 3 kilogramm go'sht bo'ladi. 20 kunda 6 kilo, 30 kunda, 40 kunda deylik 12 kilogrammi bo'ladi. 12 kilogramm go'shtingizni narxini o'rtacha hisobda O'zbekistonda 100 ming so'mdan olsak, mol go'shtining narxini 1 million 200 ming so'm atrofida, 1 million deb olaylik. 1 millionlik go'sht yesangiz, endi ochiqcha aytaman, sizni menimcha uydagilaringiz quvib yuborsa kerak. 1 millionlik go'sht yesangiz. Endi kimdadir sharoit bor, kimdadir sharoit yo'q. Men o'rtacha sharoitdan kelib chiqib aytyapman. 12 kilo go'sht hazm va kam go'sht emas. Uni hazm qilishi insonning metabolizmi kuchli bo'lishi kerak. Uncha 300 gramm go'shtni yeyishimiz uchun. Demak, shuni kunli varianti keratin, monogidrat. Azizlar, 250 ming so'm, 200 ming so'm sport ozuqalar do'konida endi o'rtacha vodiyda ishlab chiqarilgan, o'zi chet elniki deb sotishadi sport ozuqalarini. Aslida o'zimizda O'zbekiston hududida, ya'ni vodiyda ishlab chiqariladi. Men borib ko'rganman, suhbat jarayonlari olib borilgan. Demak, keratin 250 ming so'm. Hamyonbop, hazm qilish juda ham oson. Sizlarga kelgusi videoroliklarda iloji boricha ana o'sha keratin haqida suhbat quradigan bo'lsak, keratinni olib kelib o'zlaringizga ko'rsatib oldingizda, ya'ni bir qoshig'ida 300 gramm go'shtni tarkibida bor energiya bo'ladi. O'sha energiya shuning uchun ham sport ozuqasi bizlar uchun kerak bo'ladi, do'stlar. Keling, savolimizga qaytamiz. Mushak hajmi oshadi. Keratin mushaklarda ko'proq suv tortadi. Bu esa mushaklarni to'liq va shishgan qilib ko'rsatadi. Keratin tanamizda suv balansini ushlab normal holatga olib kelib turadi. Shuning uchun ham zalga borgandan keyin yangi boshlaganlar tezkor o'zgarmoqchi bo'lib, keratin shu yerda bitsa восстановление uchun ichib turadi. Tanani qayta tiklash maqsadida ichib turadi. O'shaning uchun zalga borgandan o'zgarish sezdingmi desa, ha, sezdim. Qanday? Keratin olgandim, mushaklarim yaxshi ishib qoldi deydi. Va o'zi bilaklaringdan ma'lum. Ko'kraklaring ham kattalashib, zakonni bo'lib qolibdi, yo'q degan gaplar bo'ladi. Buni asli suv balansini ushlab qolish maqsadida keratin monogidratdan iste'mol qilgan bo'ladi. Keratin ichmasa suv balansi ushlab qolmaydi. Suv balansi ushlab qolinadi. Bizning tanamizda ayirish sistemasi bor, bu bilasiz, buyrakimiz, o'pkamiz, terimiz ayirish sistemalariga kiradi. Asosiy 3 ta ayirish sistemamiz mavjud. Yana ko'rib chiqamiz. Fitness zaliga, fitness klublarga chiqib yurgan insonlar bilishadi. Uzoq vaqt davomida mashg'ulot o'tayotganlarda kuchi o'zi oldin 12 dan ko'tarayotgan bo'lsa, har bitta setda charchab qolishlar paydo bo'ladi. O'sha charchoqlarni oldini olishga asosiy e'tibor qaratadi. Sheriklaringiz zalga borsangiz, guruhlarga yotib oladidan keyin yotib olib 40 kilo, 30 kilo, 20 kilo toshni ko'tarasiz, siz 8 kiloni ko'taraverasiz. Bu qandaydir bir insonga bir g'alati, bu zalga borib ko'rmagan insonlar uchun endi aytib o'tyapman. O'shaning uchun bu keratin sizga foydali bo'ladi. 10 kilo tosh ko'tarayotgan bo'lsangiz, keratin monogidrat asosan aytib o'tyapman. Keratin ichganingizdan keyin 15 kilo, 16 kilo shu tarzda 30-60% gacha
Нормальный rezultat his qilasiz keladi. Keratin mana gidratda. Bu natijalar qancha vaqtda seziladi? Kuchli tiklanish va kuchli ortishi boshlanadi. Bir haftada ikkinchi, uchinchi haftalarda mushak to'lishi va hajmi ortishi ko'zga ko'rinadi. 1,5-1 oy vizual o'zgarishlar aniq bilinadi agar to'g'ri ovqat va mashq bo'lsa. Do'stlar, endi bu yerda yana bir bor to'xtalib o'tamiz. Keratin monogidrat. Asosan reklama qilib o'tyapman. Keratinlar ichida eng yaxshisi vodiyda ishlab chiqarilgan bo'lsa ham eng yaxshi keratinlardan biri deb hisoblayman. Keratin tanlashda ham Keratin tanlashda ham adashib qolmang. Keratin monogidrat mamlakatimizda eng yaxshisi. Har xilcha yozuvlarga e'tibor bermangizlar. Qanaqa keratindan beray deydi sport fitness klublarda, sport ozuqa do'konlarida. O'shanda siz keratin monogidrat bormi deng. Keratin monogidrat bor, sal qimmatroq desa ham aynan o'shani oling. Rezultatni tezroq sezasiz. Keratin ichganingizdan keyin tanangizda yog'ni emas, mushak massasini ko'proq ichkariga tortadi. Shuning evaziga kilogrammingiz ham ma'lum bir qisman 1 oy 2 oy davomida 3 yoki 4 kilogramga ham oshirib olsangiz bo'ladi. Albatta to'g'ri ovqatlanish va to'g'ri mashqlar orqali do'stlar. Do'stlar, kelgusi videorolikimiz nima haqida bo'lishi bu sizga bog'liq. Kommentariyada, ya'ni izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Kelgusi videoroliklar shu haqda bo'ladi. Shu haqda batafsil to'xtalamiz va yangi video ishlab chiqarish uchun bizga bu qoldirgan fikrlaringiz motivatsiya bo'ladi. Kelgusi videoroliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qisqa vaqt ichida siz bilan Davron Zoirov bo'ldi. Rahmat hammangizga. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha.